tag'yir qiblani darslari va ibratlari. 5-dars. Va shu tag'yir qiblaga sahaba radhiyallohu anhumni tezda itoat qilishlarini ko'rasan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni amrlariga. Xabar yetib keladi namoz o'qib o'tirgan holatlariga. Yuzlarini toza qiblaga tag'yir qilishadi va o'zlari namoz o'tirgan vaqtlariga. Bir kishi ba'zi sahaba radhiyallohu anhumni oldilariga keldi. Namoz o'qib o'tirgan vaqtda. Bu odam aytdi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiblani Makka ga qarab o'qidik." Fawran sahobalar qiblalarini Makka ga qarab o'qishdi. Biduni savol. Va mu'minning holi shu shakl bo'lishligi kerak. Qayraviy va mustahkam bo'lishligi kerak. Alloh va rasulining amrlariga, vaqtiki Alloh va rasulining amri kelganga. Bu amrning hikmati ma'lum bo'lsin va yo bo'lmasin. Ibn Kathir rahimahulloh taolo aytadilar: bizni Alloh taolo qaysi tomonga qarab namoz o'qinglar desa, biz o'sha tomonga qarab o'qiymiz. Biz Alloh taolaning bandasi va xodimi. Biz Alloh va rasulining itoatini qilamiz amrlariga. Va agar bizni bir kunga necha martaba qiblani tag'yir qilinglar desa ham biz itoatini qilamiz.